Akalar ukalar ehtiyot bo'lasizlar, ogoh bo'lasizlar. Ko'p joylardan pul olyapti turganda. Bir qarashdan bir xilga o'xshaydi, lekin farqlash juda qiyin ekan. Ko'p joyda ba'zi bir noinsoflar fashvi 100 mingtaliklarni, 200 mingtaliklarni pachkaning ichiga o'qlab solib ketishayotgan. Mana bitta akamiz o'q qo'ygan ekan, pachkaning ichida bittami ikkita chiqibdi, mana shunday fashvi 100 mingtalik. Bir qarashda ikkalasi bir xil. Farqlash juda qiyin pachkaning ichida, lekin dona bo'ladigan bo'lsa farqlash juda oson ekan mana. Mana bu yaltirog'i bunda ichida o'tgan bo'ladi, bunisida chizilgan bo'lar ekan mana. Bunisini rangi to'qroq bo'ladi, originalniki sal ochroq bo'lar ekan. Undan tashqari mana gerblari ham, mana bu yaltiroqlari ham rangi buniki ochroq, qoramtir, buniki yaltiroqroq bo'lar ekan. O'sha bittada farqlash mumkin-u, lekin pachkaning ichida umuman farqlab bo'lmaydi ekan. Ogoh bo'lasizlar, tanish bilishlarga, gruppalarga tarqatib qo'yasizlar.